Assalomu alaykum Osiyo fasadi birliklar ishqibozlari. Mana Osiyo fasadining plitalarimizda 3D ko'rinishdagi toshlarimizga mana laklar sepishyapti ko'ryapsizlar. Mana ko'ruvchilar mumkin. Mana travitinli lak sepiladi bunga. Mana hozir qurigandan keyin bog'lasa, mana yangi sepilyapti. Qurigandan juda chiroyli bo'lib. Mana sho'plari ham aniq ko'rinadi mana. Qoraga o'tib qoladi mana. Mana so'killari yaltirab yaltirlab qo'yadi so'killari ham. Mana derzaqrog'i endi tunuka puldan qo'yishadi. Mana hozir tepaga qarnovlarni ham qo'yib, mana chiroyli qilib o'rnashtirib qo'ydi ustalar. Mana shu holatda lak sepiladi mana. Travitinli 100% lakka suvlashtirib sepadi mana. Yangi sepayotgan joylari qurib, chiroyli ko'rinish ko'taradi. Chekkalarga ham mokri tunuka fonda qatirib chiqadi go'lovlarga mana qarnovlari. Xudo xolasa bu plitkalarga zakaz qabul qilamiz. O'zbekiston bo'yicha kelishgan ahlarda dastlabki ham qilib beramiz. Bu biznesga qiziqqanlarga qo'l bilan ham ishlab chiqaramiz. Deb yotib o'rganib ketishlari mumkin. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Rasmlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar.